DNK irsiyatning asosiy ekanligini biz yaxshi bilamiz. Oldingi videolarda biz DNKning qo'sh spiral tuzilishini narvon misolida ko'rib chiqqan edik. Aynan DNKning mana bu yon zanjirlarini uglevod va fosfat molekulalari, uning ichki qismini esa mana bu azot asoslari juftligi tashkil etishini yaxshilab ko'rib chiqqan edik. Mana shu yerdagi biz yozib olgan 8 juft asoslar DNKning juda bir kichik bo'lagini tashkil etishini ham bilamiz. Masalan, mana buni biz DNKning uzun bir to'liq molekulasi deb oladigan bo'lsak, albatta u hayotda bundan ham uzun bo'ladi. Mana shu juft asoslar, ya'ni azot asoslari va DNKning mana shu kichik bo'lagi mana bu molekulada juda bir kichik qismni tashkil etadi. Biz mana shu kichik qismni yaqinlashtirganimizda mana shu tasvirni ko'rishimiz mumkin. Ana. Demak, mana shu DNKning juda bir kichik qismi ekan. Demak, butun DNK molekulasi bo'ylab 100 millionlar atrofida mana shunday juft asoslar borligini bilishimiz mumkin. Xo'sh, endi mana shu DNK molekulasi qanday qilib irsiy asos vazifasini bajarishi mumkin? Qanday qilib u o'zidagi ma'lumotlarni keyingi hujayralarga yoki avloddan avlodga o'tkaza oladi? Birinchi navbatda u o'zidagi ma'lumotni qaytadan nusxalab boshqa hujayraga o'tkazib berishi kerak. Xo'sh, u o'zini nusxasini qanday qilib hosil qiladi? Aynan DNK o'zidan nusxa hosil qilishi yoki boshqacha qilib aytsak, o'zini ikki hissa ko'paytirishi aynan replikatsiya jarayoni deyiladi. Keling yozib olamiz. Demak, birinchi biz replikatsiya jarayoni haqida gaplashamiz. Albatta, bu jarayon haqida biz oldingi videoyimizda biroz gaplashib o'tgan edik. Endi hozir mana shu jarayonni to'liqroq ko'rib chiqamiz. Demak, replikatsiya jarayonida mana bu zanjirlar ikki hissa ko'payishi kerak, ya'ni ular o'zining nusxasini hosil qilishi kerak. Keling hozir mana shu zanjirlarni bir-biridan ajratib olamiz va mana bu zanjirni hozir nusxasini olamiz. Mana bunday. Biroz pastroqqa tushib ketyapti. Menimcha siz bunga chalg'imaysiz. Demak, mana birinchi zanjirni nusxasini oldik. To'g'rirog'i mana bu zanjirni o'zini alohida tasvirladik. Endi mana shu zanjirdan biz yangi nusxa hosil qilamiz, ya'ni yangi DNK molekulasini komplementarlik asosida sintezlab olamiz. Biz bilamiz, DNKda adenin doim timin bilan, guanin doim sitozin bilan juftlashib keladi. Va mana shu qoidadan foydalanib, hozir yangi DNK zanjirini hosil qilib olamiz. Demak, mana bu zanjirdagi adeninlarni qarshisiga birinchi timinlarni yozib olamiz. Timin. Timinlarni qarshisiga esa adeninlarni yozib olamiz. Demak, adenin. Guaninni qarshisida doim sitozin kelishini biz bilamiz. Shuning uchun ularning qarshisiga sitozin yozib olamiz va sitozinning qarshisiga guaninni yozib olamiz. Ana. Va bizda yangi DNK zanjiri hosil bo'ldi va unga biz yangi uglevod fosfatli devorni hosil qilamiz. To'g'rirog'i yon zanjirni. Ana shunday. Demak, bizda yangi DNK zanjiri hosil bo'ldi. Endi mana bu ikkinchi zanjirdan ikkinchi yangi zanjirni hosil qilib olamiz. Demak, mana bu yerda ikkinchi zanjirni nusxasini olamiz. Ana. Endi mana shu zanjirdan ham ikkinchi yangi zanjirni hosil qilib olamiz, xuddi mana bu birinchisi kabi. Demak, timinlarni qarshisiga birinchi adeninlarni yozib olamiz. Mana bu yerda va mana bu yerda. Endi adeninlar qarshisiga timinlarni yozamiz. Timin yozmoqchi edim. Mana bu yer va mana bu yerga. Endi sitozinni qarshisiga guaninni yozdik va guaninning qarshisiga sitozinni yozib olamiz. Va yangi uglevod fosfatli yon zanjir. Mana shunday. Va ko'rib turibmizki, bizda xuddi birinchi molekulaga juda o'xshash bo'lgan ikkinchi DNK molekulasi hosil bo'ldi. Agar mana shu zanjirlarni birlashtirib qo'ysak, yangi DNK zanjiri hosil bo'ladi va u mana bu DNK zanjiri bilan bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shu jarayon
yangi bo'linayotgan hujayralarda kechadi. Aniqroq qilib aytsam, hujayra bo'linayotgan paytda DNKsini mana shunday ikki hissa ko'paytirib oladi va hujayra ikkiga bo'linganda har ikkala hujayraga ham bir xil DNKlar beriladi va oqibatda ular bir xil irsiy ma'lumotga ega bo'lib qoladi. Xo'sh, mana shu DNK ikki hissa ko'paydi, hujayralarga berildi. Endi ular qanday qilib o'zidagi ma'lumotni boshqa molekulaga o'tkazib beradi? Yoki aniqroq qilib aytsam, qanday qilib DNKdagi mana bu genlar ekspressiyalanadi? Gen ekspressiyasi qanday qilib sodir bo'ladi? Keling, ekspressiya deb yozib olaman. Ekspressiya. Ekspressiya degan so'z sizga biroz notanish bo'lishi mumkin, lekin bu so'z shuni bildiradiki, DNKda ma'lum bir genlar bo'ladi. Keling, ularni mana bu yerda belgilab olamiz. Demak, mana bu qism, mana shu belgilangan qism bitta genni bildiradi. Endi mana bu yerda mana bu boshqa qism boshqa bir genni bildiradi. Va mana shunday genlar maxsus ketma-ketliklarni o'z ichiga oladi. Ya'ni mana shunday bir nechta juft asoslar ma'lum bir genni ifodalaydi. Va bunday genlar DNKda juda ko'p sonda bo'ladi. Ular millionlab, minglab sonlarda bo'lishi mumkin. Umuman olganda mana shu genlarda ma'lum bir oqsilga tegishli bo'lgan ma'lumot saqlanadi. Bu ma'lumotlar oqsilga qanday qilib yetkaziladi? Avvalo, oqsil o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni informatsion RNK dan oladi. RNK esa DNK dan komplementarlik asosida sintezlanadi. Demak, hozir biz informatsion RNK, umuman olganda RNK haqida gaplashamiz. Demak, RNK bu ribonuklein kislota. Keling, to'liq yozib olaman. Demak, ribonuklein kislota. E'tibor bergan bo'lsangiz, DNKning to'liq nomi dezoksiribonuklein kislota edi. Ulardagi farq aynan dezo so'zida bo'lyapti xolos. Demak, DNKdagi uglevodda bitta kislorod kam, RNKda esa bu uglevod tarkibida kislorod bittaga ko'p. Shuning uchun ham unda dezoksi so'zi yo'q, dezoksi so'zi aniqroq qilib aytsam, va uning nomi ribonuklein kislota. Aynan RNK qisqarmasi bu joyda, demak, mana bu R harfi, mana bu N harfi va mana bu K harfidan kelib chiqadi. Demak, RNK ribonuklein kislota. Mana shu RNK DNKdan komplementarlik asosida hosil bo'lishi transkripsiya jarayoni deyiladi. Keling, buni ham yozib olamiz. Demak, transkripsiya jarayoni. Transkripsiya jarayoni uchun bitta DNK zanjiri bizga kerak bo'ladi va biz uni hozir nusxasini ko'chirib olamiz. Nusxasini olamiz va uni bu yoqqa olib kelamiz. Mana shunday. Va mana shu DNK zanjiridan yangi RNK zanjirini komplementarlik asosida hosil qilib olamiz. Bir narsani esda tuting. RNK tarkibida timin bo'lmaydi. Timin faqat DNKda bo'ladi. RNKda esa timinning o'rniga uratsil bo'ladi va uratsil adenin bilan juftlashgan holda keladi. Keling, bu joyga yozib olamiz o'zimiz uchun. Demak, RNKda adenin doim uratsil bilan juftlashib keladi. Demak, keling, uratsil deb yozib olaman. Uratsil. Va mana shu yerda hozir adeninlarni to'g'risiga birinchi uratsillarni yozib olamiz. Demak, adenin, uratsil, uratsil va uratsil. Timinlarni qarshisiga esa adeninlarni yozib olamiz. Demak, adenin, adenin. Guanin va sitozin juftliklari o'zgarmaydi. Guaninni to'g'risiga sitozinni yozib olamiz va sitozinni to'g'risiga guaninni yozib qo'yamiz. Va bizda yana yangi uglevod fosfatli zanjir hosil bo'ladi. Ana. Va mana shu yangi hosil bo'lgan RNK molekulasi. Aynan bizga hozir oqsilni olish uchun avvalo informatsion RNK kerak. Demak, mana shu bizda informatsion RNK.
informatsion RNK nomidan ham bilinib turibdi, o'zida ma'lumot saqlaydigan RNK hisoblanadi. Demak, RNKni boshqa turlari ham mavjud ekan va ulardan biri informatsion RNK. Endi mana shu informatsion RNKni keling mana bunday gorizontal holatda yozib olaman. Demak, mana bu yerda uglevod fosfatli zanjirini bunday yozib olaman va mana shu yerdagi ketma-ketlikni mana bunday gorizontal holatda yozib olaman. Demak, uratsil va keyin bizda adenin, keyin bizda sitozin va guanin. Nega bu informatsion RNK zanjirini gorizontal holatda yozib oldik deyishingiz mumkin. Sababi endi biz hozir translyatsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Translyatsiya jarayoni aynan mana shu informatsion RNK dan oqsil molekulasining hosil bo'lishidir. Demak, translyatsiya. Translyatsiya jarayoni ketishi uchun avvalo informatsion RNK yadrodan chiqib ketishi kerak. Bilib olgan bo'lsangiz kerak, demak DNK yadroda bo'lgandan keyin informatsion RNK ham aynan yadroda hosil bo'ladi. Lekin u oqsilni hosil bo'lishida qatnashishi uchun yadrodan tashqariga chiqib, ribosoma bilan birlashishi kerak. Albatta, bu jarayon haqida ham biz to'liq keyingi videolarimizda gaplashib o'tamiz. Hozir shunchaki umumiy ma'lumot berib o'tamiz. Demak, informatsion RNK yadrodan chiqdi, ribosoma bilan birlashdi. Endi mana shu joyda yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Mana shu yerdagi mana bu asoslar ketma-ketligi ma'lum bir kodonlarni, ma'lum bir genetik kodni ifodalaydi. Aynan mana shu 3 ta asos ketma-ketligi bitta triplet deyiladi. Demak, tripletlar aynan bitta genetik kodni ifodalaydi. Demak, mana bu uchlik ham, ya'ni triplet ham bitta genetik kodni ifodalaydi va bu yerda ham yana boshqa biror bir asos bo'lishi kerak. Bu ham bitta triplet. Va mana shu tripletlar informatsion RNK da kodonlar deb yuritiladi. Demak, bu bitta kodon, bu ham bitta kodon, bu ham bitta kodon. Demak, mana bizda bir nechta kodonlar turibdi. Lekin butun bir organizm bo'yicha mana shu kodonlar soni juda ko'p bo'ladi. Biz bilamiz, azot asoslari umumiy 4 xil, ya'ni uratsil, adenin, sitozin va guanin. Aynan RNK da shular 4 xil. Va mana shu azot asoslarining mana shu uchlikning ketma-ketligi o'zgarishi ham boshqa bir kodonga to'g'ri kelib qoladi. Shuning hisobiga ham umumiy kodonlar soni 64 tani tashkil etadi. Demak, umumiy 64 xil kodonlar mavjud ekan. Va mana shu kodonlarning ko'p bo'lishi juda qulay holatni yuzaga keltiradi. Ko'p deyishimga sabab, biz bilamiz, tirik organizmlarda 20 xil aminokislotalar uchraydi. Va mana shu kodonlar, mana shu bitta kodon bitta aminokislotaga mos keladi. Lekin kodonlarning aminokislotalar sonidan ko'p bo'lishi shunga qulayki, aminokislotalarga bitta aminokislotaga bir nechta xil kodon mos kelishi mumkin. Bundan tashqari bir nechta kodonlar boshqa vazifalarni ham bajarishi mumkin. Demak, mana shu qulay holatni yuzaga keltiryapti. Endi mana bu yerga qaytamiz. Demak, bilib oldikki, mana bu yerdagi bitta kodon bitta aminokislotaga mos kelar ekan. Demak, mana bu yerda bizda bitta aminokislota kelyapti. Buni aminokislota 1 deb olamiz, ya'ni birinchi aminokislota ma'nosida. Lekin bu aminokislota o'zi kelmaydi bu yoqqa. Uni maxsus boshqa turdagi RNK olib keladi va bu RNK ning nomi transport RNK deyiladi. Uning shaklini taxminan mana shunday tasvirlayapman. Va mana shu transport RNK da aynan mana bu qismda informatsion RNK dagi kodonga komplementar ravishda asoslar ketma-ketligi, ya'ni genetik kod bo'ladi. Demak, mana bu kodonga mos kelishi uchun bu transport RNK da adenin, uratsil va guanin bo'lishi kerak. Demak, mana shunday genetik kodga ega bo'lgan transport RNK aynan mana shu kodonga mos kelib, o'zidagi aminokislotani unga biriktirishi mumkin. Mana bu kodonga ham boshqa bir
transport rnk o'zida aminokislota olib keladi. Demak, uni ham chizib olsak, mana bunday. Unga ikkinchi aminokislota birikkan bo'ladi. Uni aminokislota 2 deb belgilab olamiz va mana shu kodonga mos kelishi uchun bu transport RNKda azot asoslari ketma-ketligi adenin, uratsil bo'ladi. Va shu tariqa informatsion RNKdagi barcha kodonlarga mana shunday transport RNKlar aminokislotalarni olib keladi. Natijada mana bu yerdagi aminokislotalar o'rtasida bog'lanishlar sodir bo'lib, ular bitta umumiy oqsil molekulasini hosil qiladi. Demak, ularning ko'rinishi taxminan mana bunday bo'lsa, mana bundaymi? Xullas, men buni taxminan chizib olyapman. Bu yerda bir nechtagina aminokislotalarni beryapman, lekin aslida oqsil molekulasi ular minglab va juda ko'plab sonda bo'ladi. Aynan mana shu, demak, yangi oqsil molekulasini ifodalayapti. Umuman olganda, oqsillarning hosil bo'lishi bizni hayotimiz uchun juda ham muhim. Sababi, oqsillar tanamizda juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Masalan, ular fermentlar vazifasini bajaradi yoki ko'pgina tanamizdagi molekulalarning qurilishida ishtirok etishi mumkin. Bundan tashqari, bizni tanamizni harakatini tashkil etuvchi muskullar ham asosan oqsillardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, mana shu umumiy hayot haqidagi ma'lumotlarning zaxiralanishi va ularning yuzaga chiqishi edi.